Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərini qısqan qarşı alınız. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Salih Xudayar 8 avqust günü Çerkeziya müstəqilliyi 1-ci növbətli xalqaralıq yığınına qatnışıb, Rus cahangirligi və Xitay cahangirligining dövlətlərini işğal qılıb, xalqqa qılğan zulmini, zulmdan qutuluşning yo'lini anlatıb mundaq dedi. Dostlar, ittifaqdaşlar, dini alimlar və işğaliyyətə uçurğan besim ostidagi dövlət vəkilləri, yaxşımısınızlar? Bizning qayta mustaqil bo'lishimiz va adolatga erishishimizning umidi bo'lgan Çerkeziya mustaqilligi 1-ci navbatli xalqarалық yig'iniga qatnashib, sizlar bilan birlikda bo'lganimdan faxrlanaman. O'rtaq qiyinchiliklarimizni birlashtirib, Rossiya va Xitoydan iborat Jahangir guruhiga birlikda taqobil turish uchun yig'in tashkillagan Çerkeziya Birlashma Kengashining raisi Kenan Kaplan, bosh kotib Mustafa Janbek qatorliq sohibxonlarga rahmat aytaman. Bizning kurash qilib mustaqilligimizni qayta qo'lga keltirishimiz haqliq va qonunliq. Çerkeziya xalqi va mening vatanim Sharq Turkiston Rossiya jahangirligining qo'rqinchli xiyonatiga uchragan va zulmi ostida qolgan. Sharq Turkiston xalqi buzuq irqchi jinoyatchi kuchlarning qo'lida sistemlik irqiy qirg'inchilik, ishg'ol va etnik tozalashga duch kelgan. Bunun sababi Rus va Xitoy jahangirligining kengayishi natijasida Sharq Turkistonning mustaqilligini yo'qotib qo'yganligidir. Rus jahangirligi 12 Çerkez qabilasiga 1820-yildan 1870-yilgacha bo'lgan aralıqda irqiy qirg'inchilik yurgizgan. O'xshash qilmishni 1880-yillarda Yahudilarga qilib, Markaziy Osiyoni ishg'ol qilib olgan. Manju jahangirligining Sharq Turkistonni bo'ysundirishi va kontrol qilishiga yordam qilgan. Rus jahangirligi Sovet Rossiya jahangirligiga o'zgarib 1920-yildan e'tiboran Gulag taqim orollarini qurgan. Sovet Rus jahangirligi yangi Xitoy imperiyasining Sharq Turkistonni yana bir qatim ishg'ol qilib, bo'ysundirishiga yordam qilgan. Bu xuddi Rus jahangirligining Rossiya Federatsiyasiga aylanib, hozir Ukrainani ishg'ol qilib, xalqiga irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan urush jinoyati ishlaganiga o'xshaydi. Va yana Rus jahangirligining nomiga ozroq o'zgartirish kirgizib, Çerkeziya, Kafkaz va nurg'ulg'an tarixiy mustaqil erkin davlatlarni ishg'ol qilib olib, xalqini bo'ysundirganiga o'xshaydi. Bir qaplan ismini o'zgartirishi mumkin, ammo u yo'lini o'zgartmaydi. Rossiya Federatsiyasining Ukrainani ishg'ol qilib olib, xalqiga irqiy qirg'inchilik va turli jinoyatlarni ishlashining yildizi Rus jahangirligining Çerkeziya, Kafkazya, Tinch okean qirg'og'idagi davlatlarni ishg'ol qilib olib, bo'ysundirishiga tutishidi. Aniq qilib aytganda, biz o'xshash dushmanga duchor bo'ldik. Jahangirlik rolini hozirgi zamonda Xitoy va Rossiya o'ynamoqda. Rossiyaning jahangirligini qo'g'dash, boshqa davlatlarni ishg'ol qilish, bo'ysundirish orzusi Xitoy bilan o'xshash darajadagi, hatto texmi nachar bir jahangirning qilmishi bilan birlashgan illatning mahsulidir. Tarixiy va zamonaviy Rus jahangirligiga o'xshash Xitoy Xalq Jumhuriyati deb atalgan zamonaviy Xitoy jahangirligi ishg'ol qilib olgan Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mong'oliyada irqiy qirg'inchilik va boshqa insoniyatga qarshi jinoyatlarni ishlamoqda. O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, Hind Tinch okeanda zo'ravonlik bilan chegarasini kengaytmoqda. Asrlardan beri Xitoy jahangirlari Rus jahangirlariga o'xshamagan ism va temalar bilan Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olib, parakanda qilishni, Uyg'ur va boshqa turk xalqini yo'qotib, Sharq Turkistonni mustamlikasiga aylantirib olishni o'ylagan. Rus jahangirligi tarixdan beri va ilmi izchil turda Xitoy jahangirligi bilan birlikda izchil plan tuzib, ijro qilib kelmoqda. 1949-yilning oxirlari hozirgi Xitoy xalq jahangirligi atalmish Xitoy xalq ozodlik armiyasi Stalin rahbarligidagi Rus Sovet jahangirligi bilan kelishimnoma tuzib, ikkinchi qatim qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib tashlagan. Bizning hukumat va harbiy amaldorlarimiz Sovet Rossiya jahangirligi tarafidan qonunsiz o'ldirilgan. Sovet ittifoqi bu jinoyatni yo'gash uchun rahbarlarimizning aeroplan voqeasida qazo qilganligiga doir bir to'qay yolg'onlarni to'qib chiqqan. Bu saxta tashviqot talay qatim takrorlangan. Ammo haqiqat shuki, ular Xitoy Xalq Jumhuriyatining raisi Mao Zedongning rasmiy talabi bilan Josef Stalinning buyrug'i ostida o'ldirilgan edi. Rus jahangirligi ismini talay qatim nimalarga o'zgartishidan qat'iy nazar, Sharq Turkiston xalqi Sovet jahangirligining bu xiyonatini hargiz unutib qolmaydi va kechirmaydi.
Biz Xitoy jangirligining cho'kishini va kichik mustaqil davlatlarga parchalanib, mustamlikasining oxirlashishini xohlaymiz va yana Rus jangirligi mustamlikasining oxirlashishini xohlaymiz. Bugungi kunda Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga razil Rus jangirligidan battar irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Milyonlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlari, turma, emgak lagerlariga qamaldi. Milyonlaganlari ta'sislarga qamaldi. Nurg'unlari ta'sislarda g'oyib bo'ldi. Xalqimiz sistemlik turda yo'q qilindi. Xitoyning 21-asrdagi cho'ng qirg'inchiligi alkalin, hidroliz va ya suyuq kremisium qatorliq vositalar bilan yoshirinmoqda. Xalqning tug'ish nisbati tuvalladi. 10 ming Ukraina bolalari Rossiya jangirligi tarafidan qochirilgandek 900 ming Uyg'ur va boshqa turk bolalari Xitoy jangir kuchlari tarafidan oilasidan majburiy ayirib etildi. Turmushliq bo'lib, erlari jazo lagerlari va turmalarga qamalgan Uyg'ur ayollari, onalar, to'y qilmagan xonim-qizlar Xitoy mustamlikchilari bilan nikohlanishga majburlanib nikohlandi. Xitoyning jangirlik tuzumi sistemlik davlat tajovuzi kuchiga ega. Sharq Turkiston, Cherkeziya, Tataristonga o'xshash nurg'unlagan besilingan davlatlarning xalqi irqiy qirg'inchilik, besim, qo'l qilishga duchor bo'lmoqda. Adolatga erishish, kelajakdagi mavjudligini saqlash, Xitoy va Rus jangirligini yengishning birla yo'li bor. U bo'lsa, bu davlatlarning mustaqilligi, egilik huquqi va ozodligini qo'lga keltirish. Men bu fursatdan foydalanib shuni qayta ta'kidlaymanki, Sharq Turkiston xalqi va Sharq Turkiston surgundi hukumatı Xitoy jangirligi ishg'oliyatining azobini tortgan xalq va hukumat bo'lish sifatimiz bilan Türk xalqlarining shuningdek Xitoy va Rus jangirligining zulmiga uchragan barliq millatlarning mustaqilligini qo'lga keltirish ko'rishini qo'llashini umid qilamiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar, tashkilotlar, organlarni Xitoy jangirlarining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, Rus jangirligining turklarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligini, Ukraina xalqi duch kelgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishni qayta talab qilaman. Yig'inchoqlab aytganda, dunyodagi erkin davlatlarni egilik huquq, inson hayotining qimmatiga hurmat qilib, Xitoy va Rus jangirligining ishg'oliyati ostidagi davlatlarni qo'llashga chaqiraman. Buningdagi tunji qadam davlatlarning Rossiya va Xitoy jangirligining ishg'oli ostidagi davlatlarning besilingan davlat ekanligini rasmiy e'tirof qilishidan iborat. Barliq ishg'oliyat ostidagi davlatlarning qonunliq erkinlik va mustaqillikni qayta qo'lga keltirish uchun hamkorlashib, Xitoy jangirligi va Rus jangirligiga o'rtaq qarshi turishga chaqiraman. Vatan, Abduri Servi. Men hayot bo'lsam magarda, har tiniq hijron vatan. Sen uchun chekmak pig'on, bir sharaf vijdon vatan. Qaysi kun ketdim seningdin, o'chdi ko'zning nurlari. Sen eding ruhim mening, tandiki derman vatan. Qancha yil ko'rmay seni, oqdi ko'zimning qarasi. Tushlarim taliq sana, yo'qlig'in mehmon vatan. Ming jinim bo'lsa agarda, bo'lsin tasadduq hammasi. Ne baxt bo'lsam shehid, sen uchun qurbon vatan. Bosh ko'zing zardab yara, ko'z yashing bo'ldi to'pon. Qazdi ko'r pishdi kepan, shumpalak davron vatan. Otlanib chiqsam yo'lingga, qasqalur dushmanlaring. Sanjidi nashtar manga, to'shtiliq paymon vatan. Vah daraxt olqish bilan, oldi to'r sotqinlaring. Ohlaringdan oldinib, tumlidi hamyon vatan. Qonlaringdan rang berib, kayda to'n xoinlaring. Yovlaringning og'zidan buyruqi farmon vatan. Aytqina chaylab xalqning baxtini payxon qilib, ne sebep satdi seni shu qadar arzon vatan. Kim seni sassa demek, ademi şeytan erur. Canı dil söymek seni, cümlesi iman vatan. Ya keter gözler uçuk, ya kucağımız nusretin. Hak yolu sabit kadem, en ulug arman vatan.
Bugungi xabarlarimizning oxirisiga keldik. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.